Bir ayol qizlarini olib kelyaptilar. Qizlarini bitta bolasi bor. 10 kundan keyin molini borib olib kelmoqchimiz, ajrashtirib olaman deyaptilar. Haligi onaga aytdim, siz chiqib turing, men qizingiz bilan gaplashay dedim. Navarani olib chiqib ketdilar. Qiz turmush o'rtog'ini yaxshi ko'radi, lekin ona tinimsiz telefon orqali nima yeding, nima ichding, bolangga kash olib keldimi, bolangga pampers olib keldimi, qanaqa munosabat bildiryapti deb qizni nazorat qilaveradi. Iltimos qilaman shunaqa paytda onalarga, qizingizni uzatdingizmi, bo'ldi, telefon bilan bezovta qilmang. O'sha yerda nima yesa ham deyman. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, tashbaqa yedirsa ham yeb o'tirsin o'sha qizlar. Bu chidasim emas, lekin o'sha qiz turmush o'rtog'i bilan yashagisi kelyapti, ona qo'ymayapti. O'rtada farzand bor. Mana shunaqa holatlarda men hech qachon ajrimga maslahat bermayman. Shunda qizni o'ziga aytdim, mayli onangga e'tibor qilma, o'zing bilan o'zing bo'l. Duo qil, harakat qil, mana bu texnikalarni qil, bu holatdan chiqib ketasan dedim. Ishonasizmi? Bir haftaga qolmay o'sha turmush o'rtog'ini o'zi kelib, shunaqa bir hurmat e'zozda juma kuni gulla bilan kelib olib ketdi. Keyin ona bilan suhbat qildim. Ha, baribir aytganimni qilmadi, qizim uydan chiqib ketdi, bolasini olib eri bilan. Erini deb ketdi deyaptilar. Keyin onaga tushuntirdim. Endi qizingiz bilan emas, endi siz bilan ishlaymiz dedim. Mana bunaqa holatlarda ona bilan ham ishlashga to'g'ri keladi.